Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı rəisligi 7 sentyabr keşdə ciddi yığın çağırıb, müstəbid Xitay hakimiyyətinin korona vabasının aldını alish karantin tədbirlərini bahana qılıb Şərq Türkistanda Xitaylar bilan Uyğurlarga qarata qoş ölçəm siyasət yürgüzətqanlığını, karantinaga ilingan Xitaylarning go'sht may bilan ta'minlab, Uyğurlarni qasdan ochliqqa va o'limga mahkum qilayotganlik masalasiga qarata xalqaro jamoatchilikni qandoq safarbarlikka keltirish masalasi haqida muzokara olib bordi. Hey kadınlar, ben tünüğün dokulat kıldım, ma balam ölüp gitti de, ma balam ölüp gitti de, ma balam bana ölüp gitti de, 42 gradüse. Hey ma balam ölüp gitti de, kadınlar cevap kılışamız. Sonra arzı kılın hemen tünüğün babat vakırız, 12 vakırızdan kilep, ben tünüğün uxtadım, ma uydu 5 balı kızıp gitti de. Ma uydu 5 adam kızıp gitti, 5 adam. O kadar olsam sen, nereye maaş alırsan ben çıraylı ayrımxanı yakıldım. Ben tünegin ettiğimden tartıp ben uxturvatmam vallahi kızıp geldi de. Balam ölüp gitti lan bolsa ama şişin olsun da erzı kılma. Ben tünegi yak karab oturdum. Vallahi yine Ramile ben sana tünegi yak dedim kadırlar telefonu almaydı. Vallahi ölüp gez kim cevap kılıdı? Köydün mü 40, 39, 45 balı uğuşaş ağrıya hazır. Ma altıncısı mı kızı batırdı bana? Nimişki konuşmaysa? Ma sayının tişirek ma yitip gel odam taş emes ma o taş emes odam. Hey bu odam degen birinci orunda tumandı ma vallahi qaranlar hey kolay yetişçiler ağırmandı. Hey kadırlar balıranglar yok mu? Dünya Uyğur Qurultayı bu vaqt egallagan uchurlar va ijtimoiy taratqularda taralgan ichinishli ko'rinishlar asosida jiddiy murojaatnoma tayyorlab, uni Dunyo Səhiyyə Təşkilatı, BDT, Yevropa Birligi va Amerika boshchiligidagi demokratik ellarning hukumat va parlamentlarga, shundaqla xalqaro kishilik huquq tashkilotlarga bu vahshiylikni to'xtatish uchun Xitoyga jiddiy besim ishlatishga chaqirdi. Korona vabası o'tirg'i chiqqandan keyin Dünya Uyğur Qurultayı, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Uyg'ur Akademiyasi, Sharq Turkiston O'limalar Birligi qatorliq 70 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti dunyoning har qaysi ellarida qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizga yordam berish maqsadida Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirini qurib chiqib, munbar tarkibida maxsus korona krizi yordam markazini ta'sis qilgan va kriz markazi nomida $1,5 million dan ortiq iqtisod to'plab Turkiyani markaz qilgan har qaysi ellardagi qarindoshlarimizga yordam avatgan edi. Dünya Uyğur Qurultayının təşəbbüsü bilan 11 sentyabr yakshanba kuni Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbiridagi barliq tashkilotlarning asosli rahbarlarining qatnashishida Xitoyning korona vabasining oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib vatan ichidagi xalqimizni qasdan o'limga tutib berayotganlik masalasi va bu vahshiylikka qarata xalqaro jamoatchilikni qandoq safarbarlikka keltirish, shundaqla 12 sentyabr boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 51 navbatlik umumiy yig'inida bu masalani qandoq kun tartibga elib kelish haqida jiddiy muzokara olib boradi. Uyghur xalqining qadrlik do'sti, Uyg'urlarning Angliyadagi eng sodiq qo'llag'uvchisi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Angliya parlamentida ma'qullanishida halqalik rol o'ynagan parlament a'zosi Nusrat G'ani xonimning Angliyaning yangidan saylangan bosh vaziri Liz Truss xonim tarafidan savdo, energiya va sanoat strategiyasiga mas'ul davlat ishlari ministrligiga tayinlanishi chet ellardagi butun Uyg'urlarni cheksiz so'yindirdi. Dünya Uyghur Qurultayı bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Angliyaning musulmon parlament a'zosi bo'lgan Nusrat G'ani xonimning bu vazifaga tayinlanganligini qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Angliyaning yangi bosh vaziri Liz Truss xonim boshchiligidagi hukumatining bundan keyin Uyg'urlar masalasiga texmi ahamiyat berishni orzu qildiganligini ifoda qildi. Angliya konservativlar partiyasiga mansub musulmon parlament a'zosi Nusrat G'ani Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Angliya parlamentida qabul qilinishi uchun boshlamchilik rolini o'ynagani va Angliyada Uyg'urlar tarafidan Xitoyga qarshi elib berilgan norozilik harakatlarga aktivlik bilan ishtirok qilgani uchun Xitoy hukumati uning ustidan jazo va embargo yo'l qo'yganligini e'lon qilgan edi.
Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Alayda İşxanası 9 ayının 7 günü axbarat e'lon qilib, BDT kişilik hukuk mutaxassislarining Sharq Turkistondagi kişilik hukuk masalasiga jiddiy qarash kerakligi haqidagi o'rtaq bayonotini jakarlagan. BDTning mustaqil kişilik hukuk mutaxassislari bu bayonotida Xitoy hukumatining BDTda e'lon qilgan bu dokladdagi kişilik hukuk masalasini hal qilishi, dunyoning bu masalaga ko'z yummaslik kerakligini bildirgan. Ular mundaq degan: xalqaro jamiyat Uyg'ur avtonom rayonida yuz berayotgan sistemalik kişilik hukuk dafsanchiligiga sal qarmasligi va buning oz sonliq millat fuqarolariga ko'rsatayotgan ta'siriga diqqat qilish kerak. Mutaxassislar 8 ayning 31 kuni e'lon qilingan bu dokladning atrofli va prinsipli bo'lganligini, chunki uningda BDT kişilik hukuk alayda programmasida xizmat qilgan mas'ul xodimlar va xizmat guruhining tekshirish dokladi va ko'z qarashlarining asos qilinganligini bildirgan. Ular yana mazkur dokladda Xitoyning terrorlik va asabiylikka qarshi turish qonun siyosatini suiiste'mol qilish usullariga diqqat qilishni tavsiya qilgan. Mutaxassislar yana BDT kişilik hukuk oliy kengashining Xitoydagi kişilik hukuk masalasi to'g'riliq alayda yig'in ichishga, yig'inda kishilar ko'ngil bilib xohlagancha tutqun qilish, majburiy g'oyib qilib o'tish, diniy erkinlik va so'z erkinligini cheklash qatorliq masalalarni muhokama qilishga chaqirgan. Mutaxassislarning fikricha, BDT kişilik hukuk oliy kengashi bir mutaxassislar guruhi qurib, Xitoydagi kişilik hukuk ahvolini har yilligidek nazorat qilib doklad berib turishni o'ylashi kerak. BDT yana alayda elchi tayinlab, BDTga a'zo davlatlar, BDT organlari va cho'ng korxonalarga haydakchilik qilish orqali Xitoyning kişilik hukuk mas'uliyatini ado qilishiga turtki bo'lishni o'ylash baqsi bo'ladi. 31 avgust günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşxanası Sharq Turkiston haqidagi kişilik hukuk dokladini e'lon qilib, Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni kollektiv tutqun qilish voqeasini xalqaro jinoyat, bo'libmi insoniyat qarshi jinoyat shakllantirish mumkin degan yakunni chiqargan edi. Shundan keyin Kanada Konservativlar partiyasidan Garnet Genius, Solchilar partiyasidan Alexis Brunel, Erkinlik partiyasidan Samir Zubayri qatorliq parlament a'zolari kuchli inkas qaytargan. The Hill Times to'rining bu xabarda aytilishicha, yuqorqi parlament a'zolari BDTning bu dokladining Kanada tashqi ishlar ministri Melanie Jolyga ta'sir ko'rsatib, Xitoyning bugungi jinoyatiga inkas bildirishga turtki bo'lishini umid qilganligini bildirgan. Chunki Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilayotganligi haqidagi bu doklad Kanada hukumatining kuchli qo'llashiga erishsa va ular bu xil zo'ravonlikqa qarshi tursa, ko'ngildagidek ish bo'ldi ekan. Garnet Genius mundaq degan: hukumat cho'qim irqiy qirg'inchilik paydo qilish mumkin bo'lgan bu isbotlarga inkas qaytarish kerak. Hukumatning bu haqda bayonot e'lon qilishni xohlamasligi ularning bu mas'uliyatni ustiga olmasligi bilan munosabatlik. Ammo ularning shundoq mas'uliyatlari bor. Xabarda yana Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xtaning so'zi naql qilingan bo'lib, uning bildirishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı bayon qilgan bu jinoyatning ig'irligini nazarda tutganda, Kanada hukumatining uning inkas qaytarmaganligi o'z mas'uliyatini ado qilmaganligi hisoblanadi ekan. Kanada hukumati majburiy emgakni to'xtatish uchun Xitoyning mollariga cho'qim cheklama qo'yish kerak ekan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.